Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarning e'tiboringizga Gruzin sovet yozuvchisi Nodar Dumbadze tavallud topgan kun munosabati bilan uning hayoti va ijodiga bag'ishlangan videorolikni sizlarning e'tiboringizga havola etadi. Nodar Vladimirovich Dumbadze 1928-yilning 14-iyulida Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida tug'ilgan. Yozuvchining ilk hikoyalar to'plami Qishloq bolalari nomi bilan 1958-yilda chop etilgan. Uning dastlabki yirik asarlari Men, buvim, Iligova, Ilarion qissasi. 1960-yilda Quyoshni ko'ryapman nomli romani esa 1962-yilda yaratilgan. Yozuvchining bu asarlarida Ikkinchi jahon urushi yillaridagi Gruzin qishloqlaridagi og'ir va mashaqqatli hayot manzaralari, bir-biriga o'xshamaydigan taqdir egalari obrazi yorqin aks ettirilgan. Adib zamonaviy mavzudagi asarlarida insonlarning bir-biriga munosabatidagi odamiylik, oqibat singari fazilatlarni ulug'laydi. Uning 1967-yilda yozilgan Quyosh kechasi, 1972-yilda chop etilgan Oq bayroqlar romanlari bunga misol bo'la oladi. Nodar Dumbadzening 1978-yilda yaratilgan Adabiyot qonuni asari nafaqat Gruziyaning o'zida, balki ko'plab boshqa yurtlarda ham izlab topilib o'qiladigan asarlar qatoridan joy olgan. Bu romanda insonning hayotdagi o'rni, undagi talab etiladigan fidoyilik, halollik, vijdonlik, adolatparvarlik xususiyatlari to'g'risida keng mushohada yuritilgan. Adibning aksariyat asarlaridagi voqea hodisalar, insonlar taqdiri o'zining o'tkir dramatizmi bilan birga samimiy yumor bilan ham o'quvchi yodida uzoq saqlanib qoladi. Taniqli gruzin adibi Nodar Vladimirovich Dumbadze 1984-yil 3-mayda Gruziyaning Tbilisi shahrida vafot etgan. E'tiboringiz uchun rahmat.